O'qituvchi insonni emas, insoniyatning kelajagini tarbiyalaydi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsanam Bisenbayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Ustozning har so'zi umrga saboq. Albatta bu yutuqlarimizga ustozlarimiz orqali erishamiz. Virtual jinoyatga haqiqiy jazo. Hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonun oldida hamma barobar. Da'vo arizasi sud tomonidan ko'rib chiqilib, fuqarolarning foydasiga demak tegishli hal huquqlar qabul qilindi. Yangi GES yorug' kelajakka quvvat manbai. Har bir agregatimizning quvvati 9,5 megawatt tashkil etadi. Ushbu loyihamiz to'liq ishga tushgandan so'ng endi shu va boshqa lavhalarning tafsilotlariga o'tamiz. Ustoz qalbimizga nur, ongimizga ilmu ziyo, hayotimizga yorug' yo'l beruvchi shaxsdir. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni esa nafaqat alohida bayram, balki mehr, minnatdorlik va yorqin ehtirom ramzi sifatida keng nishonlaniladi. Inson hayotda muvaffaqiyatga erishib, el-yurtga kerakli kadr bo'lib yetishda albatta o'qituvchilarning, ustoz va murabbiylarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Millat farzandlarini tarbiyalab, ularga zarur bilimlarni berib kelayotgan o'qituvchilardan biri Saida Umarovadir. U Yangiqo'rg'on tumanining 10-sonli umumta'lim maktabida 24 yildan buyon ingliz tili fanidan o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqda. Ustozlik bu juda ham sharafli kasb bo'lish bilan birgalikda katta mas'uliyat va katta burch talab qiladi. Chunki boshqa kasb egalari qaysidir ma'noda adashsa, u xatoni to'g'rilab ketishlari mumkin. Lekin agar ustoz adashadigan bo'lsa, ta'lim-tarbiya jarayonida bu butun bir avlodga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Saida opa o'quvchilarning xorijiy tilni yaxshi o'zlashtirishlari uchun harakat qilish barobarida turli xil tanlovlarga ham tayyorlab keladi. Jumladan 2023-yildan beri xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovida tumanda 1-chi, viloyatda 2-o'rin, bu yil esa respublikada mutlaq g'olib bo'lib, ko'p miqdordagi pul mukofoti va Buyuk Britaniyaga ta'lim yo'llanmasini qo'lga kiritishlarda uning mehnatlari beqiyos. Bizning maktabimiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanining markazida joylashgan bo'lib, maktabimizda yutuqlar beqiyos. Albatta bu yutuqlarimizga ustozlarimiz orqali erishamiz. Ana shunday ustozlarimizdan biri Umarova Saida Polatovna. 25 yildan beri ingliz tili fani bo'yicha metod birlashma rahbari faoliyatini ham davom ettirib kelmoqdalar. Saida Polatovna nafaqat ustozlarga ustozlik, balki o'quvchilar, yoshlarimizga ham turli xildagi tanlovlarda yuqori darajalarga erishishida ustozlik maqomida faoliyat olib kelmoqdalar. Saida Umarovaning zahmatli mehnatlari bugun o'z samarasini bermoqda. U 2017-yilda xalq ta'limi a'lochisi, 2024-yilda xalq ta'limi fidoyisi kabi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Milliy va xalqaro sertifikatlar C1 darajasiga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari konsulligi bilan tashkil etilgan ESN loyihasi bo'yicha trener, maktablarda tashkil etilgan kasbiy rivojlanish kuni mentori sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Men ushbu maktabda faoliyat olib borayotganimga 7 yil bo'ldi. Mana shu 7 yildan beri bizga Saida Polatovna metod birlashma rahbarimiz bo'lib faoliyat yurityaptilar va bizga kerakli barcha maslahatlarni beradilar. Darsni qanday o'tilishi, o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabatlar, bundan tashqari metod birlashmada o'qituvchilarning bir-biri bilan bo'ladigan munosabatlar, til o'rgatishda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerakligi, qaysi yo'nalishda o'zimizni ko'rsata olishimiz, mana shularni biz Saida Polatovnadan o'rganib kelmoqdamiz. Bolalik paytlarida Saida opa maktabdan berilgan uy vazifalarini onasi bilan birgalikda bajarishga o'rgangan edi. Bu an'ana davom ettirilib, uning farzandi maktabda ham, uyda ham ingliz tilini onasidan o'rganmoqda. Maktab ikkinchi oilam bo'lib qolgan desam, adashmagan bo'laman, chunki 24 yil deyishga oson, lekin bu vaqtni bosib o'tish, bu jarayonda bo'lish o'zgacha holat deb ayta olaman. Chunki bir kun maktabga kela olmay qolsam, maktabimni, o'quvchilarimni, dars jarayonini, kasbdoshlarimni juda ham sog'inaman. Men aytamanki, agar inson o'zi kasbini sevsa, har qanaqa to'siqlarni yengib o'tadi. Ustozlarning sabri, harakati va fidoyiligi tufayli jamiyat taraqqiy etadi. Har bir yutuq, har bir g'alaba ortida ularning beqiyos hissasi yotadi. Shuning uchun ham ustozlarga doimo hurmat, ehtirom ko'rsatamiz.
Global axborotlashtirish va kompyuterlashtirish asrida raqamli texnologiyalar ommalashishi bilan bir qatorda bu sohada axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan huquqbuzarliklar soni ham yil sayin ortib bormoqda. Kiber jinoyatlarga qarshi kurashish va axborot xavfsizligini ta'minlashda esa mukammal qonunchilik bazasi markaziy o'rin tutadi. Bugun axborot xavfsizligini ta'minlash inson hayoti va moliyaviy barqarorligi uchun eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Kibermakon bu nafaqat muloqot va ma'lumot almashish maydoni, balki katta miqdorda moliyaviy operatsiyalar ham amalga oshiriladigan virtual bozor. Ayniqsa kriptoaktivlar keng qo'llanilayotgani bois, ularni qonuniy tartibda boshqarish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ana shunday sharoitda o'tkazilayotgan xavfsiz kibermakon tezkor profilaktik tadbirlari davomida Namangan viloyatida qonunbuzarlik holati fosh etildi. 1994-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan shaxs maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan holda Budjet platformasi orqali kriptovalyuta ayirboshlash va pul o'tkazmalari bilan shug'ullanib kelgan. U 2025-yilning may oyidan avgust oyigacha bo'lgan vaqt oralig'ida 44 ta tranzaksiya amalga oshirib, umumiy qiymati qariyb 1 milliard 150 million so'mlik kriptoaktivlarni ayirboshlab kelgan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Namangan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shaxsiy ma'lumotlar va moliyaviy mablag'larni himoya qilish, qonuniy yo'llarni tanlash axborot xavfsizligining eng asosiy talabidir. Hurmatli fuqarolar, har qanday shubhali onlayn takliflarga ishonib qolmang. Chunki virtual olamdagi harakatlaringiz ham real hayotdagi kabi javobgarlikni taqozo etadi. Aholi va tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini qonuniy tartibda ko'rib chiqish, ularni tegishliligi bo'yicha bartaraf etish maqsadida tuman, shahar adliya bo'limlari fuqarolarga yaqindan ko'mak bermoqda. Xususan, Uchqo'rg'on tuman adliya bo'limi aralashuvi bilan bir fuqaroning muammosi hal etildi. Uchqo'rg'on tumani adliya bo'limi fuqarolar Saltanatxon Egamberdiyeva hamda Mahmudaxon Qo'shbaxtiyeva manfaatlarini ko'zlab Namangan tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qilgan. Murojaatda javobgar budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman bo'limi pensiya va nafaqalar tayinlash komissiyasining qarorini haqiqiy emas deb topish so'ralgan. Sud majlisida ma'lum bo'lishicha, fuqaroning turmush o'rtog'i urush qatnashchisi va nogironi bo'lganligi uchun ularga davlat tomonidan kompensatsiya to'lab kelingan. Biroq prezidentning keksalarni ijtimoiy himoya qilish va moddiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan ushbu to'lovlar bekor qilingan. Ammo kompensatsiya to'lovlari 2025-yil aprel oyiga qadar amalga oshirilavergan. Holat aniqlangach esa javobgar budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman bo'limi noqonuniy to'langan pullarni fuqaroning pensiyasidan ushlab qolishni boshlagan. 1938-yil 26-yanvarda Uchi rayonida Yarkatay qishlog'ida tug'ilganman. Hozir 63-yildan institut tugatgandan keyin Uchqo'rg'on rayoniga направление bo'yicha kelganman. Shu rayonda ishlaganman. Akusher ginekolog bo'lib ishlaganman. 20 yil glavovrach bo'lib ishlaganman. 1992-yil pensiyaga chiqqanman. Personalniy pensiya olganman. Kompensatsiya olar edim. Personalniy pensioner edim. O'sha ortiqcha to'langan kompensatsiyalarni ushlab qolindi. Rayon adliya xodimlariga murojaat qildim. Sudga chiqarildi. Sud taraflarining tushuntirishlarini hamda arizada keltirilgan vajlarni ish hujjatlari bilan birga muhokama qilib, Konstitutsiyaning 46-moddasiga ko'ra har kim qaraganda mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisini yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga ega. Qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan. Eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas degan asoslarga ko'ra arizani qanoatlantirdi. Murojaatni o'rganish jarayonida aniqlanishicha, haqiqatan ham fuqarolarga budjetdan tashqari pensiya jamg'armasini tegishli qaroriga asosan har oylik pensiya nafaqa pullaridan ortiqcha 10% miqdorda chegarib qolinganligi aniqlandi. Uchqo'rg'on tuman adliya bo'limi tomonidan Namangan tumanaro ma'muriy sudiga, demak, budjetdan tashqari pensiya jamg'armasini yuqoridagi fuqarolarni, ya'ni 2 nafar qarorlarni haqiqiy emasligini topish yuzasidan da'vo arizasi kiritildi. Da'vo arizasi sud tomonidan ko'rib chiqilib, fuqarolarning foydasiga, demak, tegishli hal huquq qarori qabul qilindi.
ishlari ijobiy hal bo'ldi. Yurtimizda inson qadrini ulug'lash va ularning muammo va masalalarini ijobiy hal etishiga ko'maklash maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa aholi vakillarining har bir murojaati qonuniylik asosida hal etilayotgani fuqarolarning bugunidan rozi, ertangi kuniga bo'lgan ishonchini esa yanada ortishiga muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Yashil energetika mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. U energiya xavfsizligini ta'minlaydi. Norin gidroelektr stansiyalar kaskadi loyihasi ham ayni maqsadni ko'zlagani bilan muhim va ahamiyatlidir. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Energetika mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishining muhim omilidir. Elektr energiya ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish, ulardan oqilona foydalanish mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlaydi hamda aholining turmush darajasini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Bu jihatdan Norin daryosi uzra qad rostlayotgan Norin gidroelektrostansiyalari kaskadi yilning eng muhim voqealigi hisoblanadi. Ushbu mega loyihamiz umumiy quvvati 228 megawattni tashkil qiladi. 6 ta kaskaddan iborat. Har bir kaskadimiz 38 megawattdan iborat. Har bitta kaskadimizda 4 tadan agregat bo'lib, har bir agregatimizning quvvati 9,5 megawatt tashkil etadi. Ushbu loyihamiz to'liq ishga tushgandan so'ng yiliga 1 milliard 25 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Bu degani 450 million xonadonni to'liq elektr energiya bilan ta'minlaydi. 2024-2028 yillarda qurib bitkazilishi belgilangan mega loyiha to'liq ishga tushirilishi natijasida esa 130 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yiliga o'rtacha 290 million metr kub tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy samaradorlikni oshirib, milliy resurslar tejalishini ham ta'minlaydi. Ushbu obyektimizning ahamiyatli jihati milliy giz sifatida tarixga qo'yayotgan sababi ushbu obyektimizda ishlatilayotgan har bir qurilish materiallari, asbob-uskunalar, obорудованиялар oldinlari chetdan olib kelinardi. Hozirgi kunda shu Norin Gizlar kaskadi uchun respublikamizda O'zbek Hidropower qo'shma korxonasi tashkil etilib, ushbu korxonada milliy agregatlarimiz ishlab chiqarilib, obyektga yetkazib berilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 429 million AQSh dollari bo'lib, O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan. Mazkur yirik va muhtasham inshoot to'laligicha mahalliy uskunalar, texnologiyalar asosida qurilmoqda. Eng muhimi, stansiya to'liq yakunlangach, mamlakatimiz tarixidagi ilk milliy gidroelektrostansiyalar kaskadiga aylanadi. Yaqin kunlarda esa loyihaning birinchi bosqichi to'liq foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ushbu gidroelektrostansiyalar kaskadi nafaqat minglab xonadonlarga elektr quvvati yetkazib beradi, balki Namangan viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi turmush farovonligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Aytish joizki, Norin gidroelektrostansiyalar kaskadi tom ma'noda yangi O'zbekistonning taraqqiyot ramzi, energetik mustaqilligining timsoli hamdir. Agrar sohaning keng rivojlanishi, yaratilgan qulay sharoitlar natijasida tomorqa yerlardan unumli foydalanish yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, aholi bandligi ta'minlanmoqda. Chust tumanida ham bugungi kunda bog'dorchilik sohasiga alohida e'tibor qaratilgan. Anor antioksidantlarga boy immunitetni mustahkamlovchi meva hisoblanadi. U qon bosimini yaxshilaydi, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Xotirani yaxshilaydi, ovqat hazm qilish jarayonini mo'tadillashtiradi. Valijon Rahimov 25 yildirki bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. 70 sotix yerning 60 sotix maydonida 700 tup anor ko'chatini parvarishlamoqda. O'tgan yilgi mavsumda bog'dan 12 tonna hosil olib, 130 million so'mga yaqin daromad topgan. Asosan bu bog'imizdagi anorlar o'rta pishar narx hisoblanib, bitta anorimizni tupi o'rtacha 20 kilodan 35-40 kilogacha hosil beradi. Bu yilgi kutilayotgan natijamiz 14 tonnadan 16 tonnagacha hosil kutyapmiz. Bir 15 mingdan hisoblab sotganimizda ham bu yilgi daromadimiz 150-160 million anorchilik o'zidan daromad topamiz. Ilyosbek Mansurov ham mohir mirishkorlardan. Bog'bon 3 gektar yer maydonida o'rik, xurmo va anor mevalarini yetishtirmoqda. Bu orqali ichki bozorlarni mahsulot bilan ta'minlash barobarida mahalliy aholining ham bandligi ta'minlanmoqda. Anordan o'tgan yili 12 tonna hosil oldik o'tgan yili.
150 million, yaqin 200 million daromad qildik. Bu yil endi mo'ljalimiz bir 15 tonna. Bashi o'zimiz O'zbekistonimiz ichki bozorlarga beramiz. Andijondan kelishadi, Toshkentdan, Qashqadaryoning bolalari keladi, Xorazm bolalari keladi, ashula kelib olib ketishadi. Hozirgi kecha kunduzda 1 kilo anor narxi 20 ming so'm bo'lyapti, o'rtacha. Hosil yig'ish jarayonida biz 10-12 ta odamni ish bilan ta'minlaymiz. Chust tumanining chekka hududlarida joylashgan Qayirma mahallasining asosiy drayveri anorchilik hisoblanadi. Mahalladagi 100 gektar yer maydonining asosiy qismini esa anorzorlar tashkil etadi. Qayirma mahallamizda 1003 ta xonadon bo'lib, shundan 700 dan oshig'i anorchi bilan shug'ullanadi. Shundan bir mavsumda 50 million so'mdan 200 million so'mgacha daromad olishadi. 3000 dan ortiq aholimiz shu bog'lar orqasidan band bo'lyapti. Bog'dorchilik nafaqat qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i, balki iqtisodiyotni rivojlantirish, aholini sifatli va ekologik toza mahsulotlar bilan ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. O'zbekistonning qulay iqlim sharoiti, unumdor yerlari esa bu sohani yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. O'zingizni asrang. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.